Xonasini ko'rsangiz, muzey. U yerda buzilmagan biziq texnikaning o'zi yo'q, hamma narsa bor. Necha marta portlatdi, yondirdi, kuydirdi, gilamlarimgacha yondirdi. Mana masalan men o'zimni birinchi yasagan narsam bu narsa ventilyatorcha. Ana shundan boshlab men bunga qiziqqanman. Undan keyin asta-sekin bosqichlardan bosqichga ko'tarilganman. Mana masalan bu Smart Car 4VD bo'ladi. U Arduinoga ulanib kod yoziladi. Agar kod yozilmaydigan bo'lsa, u harakatga kelmaydi. Ularni qilish uchun sizda sabr, intiqom bo'lishi kerak. Informatika darsida bu narsaga kod yozish uchun hozir sistemxona ochildi. Robot texnika bo'yicha fanlar yo'lga kiritilmoqda. Unga jihozlar, har xil to'plamlar olib kelingan. Oldin u narsalar yo'q edi, mana masalan hozir olib keldi. Telefonni ko'rsangiz ham robototexnika nimadir yasayapti. Televizorda ochsangiz ham robototexnika yasayapti, bu bola qiziqar ekan deb. Shu bolaning qiziqishini ko'rib, endi o'zim ham qo'llab-quvvatlayapman, harakat qilyapman. Bir yaxshi ustoz izlayapman. Nima niyat qilsa, niyatiga yetishsin.